Birinchi savolimiz ishemik insultda qanday dorilar, ya'ni qaysi dori guruhlari berilishi mumkin, lekin qaysilari berilishi mumkin emas? Dalillarga isbotlangan tibbiyotda faqat ikkita guruh dori vositasi ishlatilinadi. Birinchisi qon suyultiruvchi, ikkinchisi qon bosimini normallashtiruvchi. Boshqa guruh dori vositalari qat'iyan man qilinadi. Insult bo'lgan odamni turg'izib harakatda davolash mumkinmi yoki yotqizib qo'yish kerakmi? Bizning O'zbekistonda bu teoriya bor. Bunga fikringiz? Birinchidan bu shakllanib qolgan stereotip noto'g'ri hisoblanadi. Insult bo'lgan bemorlarni qancha erta faollashtirilsa, ularning tuzalish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Uchinchi savol, osma ukollarini bilsangiz, Amerikada turib ham, yurib ham olishadi. Qo'shni davlatlarimizda faqat yotib olish kerak degan teoriya bor. Bunga fikringiz qanaqa? Qaysi biri to'g'ri? Osma ukollarni yotib olish kerak degan tushuncha qisman to'g'ri, qisman noto'g'ri. Kapelnitsani, ya'ni osma ukolni turib olish kerak emas yoki mumkin emas degan tushuncha to'liq noto'g'ri. Chunki insoniyat harakat bilan tirik. Bemalol osma ukol dori vositalarini yurgan, turgan holatda olsa bo'ladi. Shunaqa qiziqarli savollarga va global mavzularga javob topish uchun nima qilish kerak? Bizning kanalga obuna bo'ling.